Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdan Sabirning Archa yapriqi nomli povestlar to'plamining davomi. Zaribxon tinjiq kunlarni ikki vazlikda o'tkazdi. Uningga ba'zida Hasalxon, ba'zida qizi Salima hamroh bo'lib ishladi. O'z vaqtidagi xushxo'y, naqshchi go'zal qiz keyingi kunlardagi dilkash, ko'ngilchak, muhabbatlik juvon, hozir kam so'z, xiyolchan, ba'zida hatto hangvaqti untig'oq mo'mayga aylangan. Uning ikki qulog'i ustidagi o'z vaqtda burg'ay, sekilak bo'lib husniga zinnat bo'lgan qunduzdek qora chochlari hozir bo'zargan. Yiroqdan qaragan kishi bu chekilab tangan yog'liqning ikki chekka tarafidan chiqib turgan g'ujmak chochlarni quloqqa qistirib olgan ko'kish tog' guli deb qilishi mumkin. Uning xiyolchan ko'zlari atrofidagi qo'riqlar mushu 1-2 oy ichida alayda ko'paygan. Ikki qo'zi o'ltirishib, yong'oq terilari sangilab qolgan. Bu mo'mayni navoda bir kishi o'z vaqtida dangliq go'zallardan edi desa hech kim ishonmagan bo'ladi. Lekin uning tashqi qiyofatidagi o'zgarishlar yaqinlarni hayron qoldira olmaydi. Uning mijozidagi keskin o'zgarish bo'lsa, Asalxon, Hamdul buvay, hatto Salimani hayron qoldirmoqda. U hozir savolga javob berish o'rniga sizdan savol so'raydi. Masalan, mijozingiz qandoq desangiz, u heliqi to'g'ri foyda qildimi deb so'raydi. Tamoq yeb kelmaymizmi desangiz, u otamning mijozi yo'q deydi. U ba'zida suv bo'yida shunchalik uzoq, jimjit engini tutib o'ltirdiki, ko'rgan kishi uni qatirib qo'ygan haykal deb qoladi. Uning harakatimi burunqidek chapdas emas. Bir apkash soni 2 qitim tinib olib, o'yliga orolni ilib kirdi. Uning birli ishi texi bejirim, salomat, aqli joyida ekanligidan derak berdi. U bo'lsa-mu amgak qilganda adashmaydi. Masalan, kevas pitlasa yoki pomidor xanga ussa hargizmi xato yoki ehtiyotsizlik qilmaydi. Amgak qilgandala u boshqalarning savollariga joyida javob qaytara oladi. O'zimi boshqalarning gapga yoki naqshiga sala oladi. Uning uzun yil amgak qilib yetishtirgan odati bo'lsa kerak. Bir kuni kechqurun bir g'alati ish yuz berdi. Zaribxon etizdan yenishig'la birdilla Turpan bozori tarafga qarab cho'ng yo'l bilan ketib qoldi. Naga? Dedi Asalxon hayron bo'lib uning yenidan tortib. O'bulning yeniga. O'g'ling kelgan deganmidi? Ha, kirqatlarini yuvib berib kelay. Kiyim yo'tkaproq mang'asan? Bo'ldila. Asalxon uni qaytarmadi. Kechqurun Zaribxonni Mazin og'inim Hamdul buvayning uyiga boshlab kirib mundaq dedi. Sultan Mahmudxon xo'jamga duo qilib, Imingangni bir qog'i o'tay deb Munar xo'jam mazirib yiniga borsam, Munar tarafdan bir ayolning yig'isi anglandi. Bu nima karomatdi deb qorong'uda tamtirab yurib Munar ichiga kirdim. Tinsam, rostla bir ayol unsilib yig'layotdi. Alvasti bo'lsa-mu yig'ilgan bo'lgandikin, bichora ekan deb Munar tatmilarini sanab besib, yuqori o'rladim. Heliqi ayol yig'lab oldimdili kelyotdi. Ovozi anglandi, o'zi yo'q. Ming bir jafoda har bir tatmini 3000 dan bilan aram besib 92-chi tatmiga qadam qo'ydim. Qarasam, Zaribxon o'ltirdi. Nima bo'lla bilam? Sulaymon Gang bu Munarni dardmanlar o'zini tashlab o'lib olsin deb yasatmagan bo'lg'iydi. O'lsilimi imon bilan o'lsilara davatdim ochig'imda. İmanның gepini anlab Zaribxon tilga kirdi. O'lgili kelmadim, oxinim, tavob qilg'ili keldim, deydi u texi. Munar beshidan nima tavobkan u, yursizlar, deb qaytirib chiqib, eshak karviga 4 mo'changa kira qildirib, qaytirib akeldim. Qandoq qiptiman Hamdul?
Hamdul bovay javob bermadi. U keliniga bir qardi-da, oppoq kirpiklari namdab yiqiyotgan yeshini oq ko'ynikining yengi bilan surtdi. Әтісіден башлап, Hamdul buvayning qo'li ishqi bormaydigan bo'ldi. Buvayning fikri bo'yicha Salima onasi bilan birga bo'ladigan, Salima bo'lmagan kunlari Hasalxon birga ishlaydigan bo'ldi. Hasalxon do'stining ko'nglini ko'tarish uchun ko'proq Rusul to'g'risida qiziq xabarlarni, masalan, xotinini urganligi, mast bo'linib Zarifxonni yodlab yig'laganligi, yaqinda Turponga kelganligi, dadisidan qo'rqib bu yeziga chiqolmaganligi, ilm jadudan ayrilib chiqqanligi, ilm jaduni soqchilar izlab yurganligidek gaplarni qilib beradi. Bundaq chaqlarda Zarifxon qaqoqlab kuladi. Hatto naqshimi g'ingshib qo'yadi. Bugun ular partuq tartib tunji qitim kevaz shodisini uzdi. Hozir Turponda issiq oxirlashdi. Salqin shamol paxtikar ayollarni, uzumzor bog'larni shodlantirdi. Saydulla eshak harosiga liqishtib qo'g'in besib, onasi ishlayotgan yerdan o'tdi. Hasalxon, "Hey, Begzada, qo'g'inning muzdigidan birini bergina", dedi. Tetik bala harosini to'xtatib, to'rlashib pishgan char qo'g'inni elib po'kishtib qo'ydi. "Masla ayla, tunugun uzib palakka yo'gab qo'ygan, shapqimi Hasal?" dedi kulib. Hasalxon qo'g'inni elib burnidan qong'icha purdi. Ondan bo'shla urvidi. Qo'g'in vak qilib 4 parcha bo'ldi. U 2 barmog'i bilan uruqlarni elitib, barmoqlarini yaldi. "Rastilla Hasal, bo'l Zariba, armonda qolsan bekor." Zarifxon qo'lini partug'iga surtib etib, do'stining yeniga kelib o'ltirdi. U Abinavatdan qo'zini to'ldirib, bir tishlividi, charchagan badani sharbat bilan yashargandek, miskin yuragi muzdek shirni bilan kulgandek bo'ldi. O'z emgak mevasidan ruhlangan ayol yozicha tari to'kilgan etizga qaradi. Qaramtul yeshil yaproqlar ichidan o'ziga talpinib turgan oppoq kevaz g'o'zalari, tarma va shoxlarga esilib turgan ba'zan ko'k, ba'zan seriq tarxamak jangdular, neridagi qo'g'illiq kapsiga yamashgan kava qapoqlarining oq seriq gullari, barang cho'risidagi rangarang gullar ustida parvona bo'lib yurgan hara, kipinaklar, yop-yeshil etiz qirlar, suzuk osmon, rat teraklar, umuman Turpon tuprog'ida yashnab, Turpon osmonini ostida ko'klagan hamma narsa cheksiz go'zal va yaqinliq edi. "Uf", dedi Zarifxon qo'g'inni ikkinchi qitim tishlab. "To'pig'i ishlaymiz, sharbat ishlaymiz. Tova, odamlar mushundaq yerni tashlab ketib, yana nima izlaydigandu?" Do'stining ko'nglini tushungan Hasalxon kulib qo'ydi. "Yodingdimi, ikkimiz maktabdagi chig'imizda go'zal Turpon degan laparni aytatdik. Tushunmayla, mevasi tatliq, sulri navat, xalqi bayashat, ma'lisi avat deb vaqirab ekanmiz. Mana endi go'zalning ma'nisiga tushunganda bizga naqshi aytadigan sahna yo'q", dedi. Shu chaqda go'langlik ichidan Niyoz Ko'sayning naqshisi anglandi. Niyozning naqshi aytalaydiganligini hozirli bilgan 2 ayol qaqoqlab kulishdi. "Bichora, Hamdul otamning qilgan yaxshiligiga xushal", dedi Hasalxon kulib. Lekin Niyozning xushalligi ula emas, balki Zarifxonning xushal kulginimi muhim sabab ekanligini bilgan Zarifxon kulib qo'ydi. Bichoraning o'zi sat bo'lgani bilan ko'ngli yaxshi. Kishilar uni ko'zga ilmag'ini bilan uning xilili vijdoni barkan. Meningcha uningga tushib olgan ayol baxtsiz bo'lmaydi. Ayollar pul, dunyo bilan baxtli bo'lamiz deyishadigan. Ko'rdingku, biz kambag'al chaqda qandoq yaxshidik. Rusulmu menga, menmi uningga qanoat qilishatdik. Nurg'un pul, hashamatlik turmush bizning baxtimizni qardan chiqardi. Rusulning yuzsizligiga mayli deyman. Buzilgan yolg'iz o'limi, xili men deganlarmi davlatni ko'tarolmaydi-ku.
Russell qanchalik odam edi. Mening o'zimga g'azabim keladi. Немишқа оның бұзылып атқанını көріп тұрып, оныңға елініп суханчылығын қылдым. Немишқа оның чаусыны чытқы яймыдым. Зады немишқа азазол болып тұғылмыдым. Азазоллар ұтыдыкен, көңілчек, мехрибан адамлар хорлындыкен зады. У яны яғылғыны көзіге апырведі, Әсәлхан оның көңліні ясыды. Qo'ysana shu rusulni, ochiq yo'riq, xushal xo'ram yurgina, yeyman, kiyman desang oldingda eshib-teshib turibdi. Ballarining asqatdi, o'g'il o'yla, qiz chiqar. Xudoyim ardin etmagan bo'lsa, baladan etar. Ardin ko'rmagan xo'liqni kelin kuyovlardan ko'rarsan. Atamni ayayman. Bo'lmasa bu uyda bir minut turg'um yo'q. Rusulning yangi uyiga qarg'um kelmaydi. Azbiroyi darvosidan ko'zimni yumib o'taman. Ba'zi kunlari Xudoyimdan ofat tilayman. Ashu uy kuyib kul bo'lsa deyman. Ammo atam tugishib ketdi. Shu odamning ko'ngli uchun yolg'ondan bo'lsa-mu kulib yijib qo'yman. Yiroqdan oppoq ko'ylak, qora bo'k kiygan buvay ko'rindi. Buvay hassığı tayınıp bir nimelerni terip kelmekte idi. Buvay yerden bişini kötermey bir nimelerni hisaplap sanap kelmekte idi. O özüge karışıp durgan ayallarını görmedi. Ana kevezlik kirip her tüp kevezge bir-birlep sinçilap qaraşqı başladı. O ayallarga yaqırak kelip qırğaqta ösken bir tüp baraqsan kevezning yeniga kelip to'xtadi. O xuddi uzundun көрмеген қерендішini көргендек хошал болып, кевезге қарап құчығыны кәң қышты. Андын бишini лыңыштып қойып күлімсірведі, пақтыдек ақарған қашлары ойнап, қан теміп тұрыдыған қарамтыл yüzüде хошаллық жылвы қылды. О, кевезінің түйге зоңзүйіп олтырды. Өз-өзіге бір немелеріне деп сөзілді. Өзі içi күлді. Buvayның хошлығы аялларға mı ötті. Ular orunlardan turuşup, buvay tarafga mаңды. Ayallar yetib barganda, buvay axırqi g'ozakni sanab bo'lib, kevaz shoxlarini g'ug'a qildi da, qaqaqlab kuldi. Barakat, omad, dedi u vaqirab. Zaribxon balam, yiliqi ayrim baqqan kevaz mushugu ha? Qarsla 153 tal g'ozak, 100 dak g'ozak jazman pishidu balam. Jazman mushu bir tüpten 7-8 sar sap paxta chiqdi. U pishqan bir tal g'ozakni uzib, paxtasini chiqarib so'zib ko'rdi va og'zini mediriltib hisobladi. Xushal bo'lib, boshlarini gildinglatib, yana qaqaqlab kuldi. Talasi 50 millimetrdan oshidi balam. Mana mol usul, gap yo'q 150 jingdan sap paxta o'tkazimiz. Kelar yili Xudoyim umr bersa 15 mo yerga uzun talaliq paxta terili. Niyazga qandaq baqsa kevez o'xshaydiganligini o'gitib qo'ysam, kevez deganni qo'y bo'digandek bo'daydi. Ular shu kuni qorong'i tushganda uyga xo'shal qo'ram qaytishdi. El yotqu bilan bo'ron chiqdi. Hamdul buvay Saydullani uyg'otib, eshakka minib etizga qarab mangdi. Men baray ata, Niyaz bilan Saydulla barsunmu ya? Dedi Zaribxon buvaydan ansirab. Niyaz hardi, aram olsun. Sili bargan bilan pomidor qoqlarini saqlab qololmayla, o'zim barmisam aplashmaydi. Ikki eshaklik chiqib ketgandan keyin Zaribxonning uyqusi qochdi. Uning qizlari tatliq uyquda. Tala qarsiyoda bo'yiyotgandek qorong'u. O'ylida nimalardir vishildaydi. Turupla o'ng'ildaydi. Yana turupla pishtak chalgandek qiladi. Nimalar g'araslaydi, xuddi yer silkingandiki, uydagi chiniqachilar taraqlaydi. U yog'lig'ini chekilab tengib, o'ylig'i chiqibdi, ochiq to'zang ko'ziga urildi. Bök barang uning kayni 20 na tutib ujmi darxi, bog' bo'lsa qo'yuq tek, bog'dagi teklikni aralab, yangi qurog'i chiqqili bo'ladi. U shu yo'l bilan beg'idagi kichik chunjining yeniga bordi. U yerda bo'ri ustidimi pomidor qiqi bor edi. U sepilab yurib bo'rini topdi. Bo'ra puklashib qaptikan. U tuzashtirib to'rt burjigiga kesak qo'ymoqchi bo'ldi. Shu chaqda yangi ho'yla tarafdan birsining vaqirgan ovozi keldi.
Ayal u yoqqa qarab edi, yalt-yult qilib tamlarga qo'l chirg'ining yo'rig'i tushdi. Zarifxon bog' yo'li bilan shu yoqqa qarab mangdi. Uni titrak bosdi. Putlari hech qo'lashmadi. Shu chaqda birdilla Niyoz Ko'sayning uzuk ovozi anglandi. "Sizlar o'g'ri, bulangchi!" Zarifxon bog' yo'li bilan yangi qo'rag'iga qarab yugurdi. U hoyliga kirganda 3 odam palampay bilan yuqoriga chiqishga harakat qilyotdi. Ularning qo'llarida qo'l chirg'i bor edi. Qo'l chirg'ining yo'rig'ida Zarifxon bu notunish odamlarning birsini tunidi. U yiliq chaqda ujmi yil kelgan mehmonlardan birisi edi. U Niyoz Ko'sayga qaradi. Niyoz palampayning agildigan yerida xuddi qiqib qo'ygan qo'ziqdek mahkam turadi. "Bizni Rusulbek avatdi. Hey Niyoz, taz, yaxshilikcha yo'lni bo'shat", dedi heliqlardan birisi. Niyoz Ko'say Zarifxonni ko'rdi. "Hamdul atamni, yurt jamoatni chaqiring Zarifxon." Yana birisining ovozi angladi. "Nima qarab tursizlar? Uning ovozini o'chiringlar." Qo'l chiroqlari o'chdi. Shu chaqda Niyoz Ko'say ingirdi. Palampaydan tuvanga dumlab tushdi. Zarifxon uni yo'lashga manganda beshiga bir narsa tekkandek qildi-da, o'shidan ketdi. Attiganligi Hamdul bovay uluq ichilgan kemirlik ishini ko'rib hayron bo'ldi. U o'yliga kirib, qonga yumilinib, mag'dursiz holda tamg'i yo'linib o'ltirgan Niyozni ko'rdi. U chashlari chuvilgan, peshonasida qon uyib qolgan Zarifxonning beshini tizg'i qo'yib olgan. O'zi bo'lsa oralla nafas oladi. Buvay ularning atrofidagi va kiyimlardagi qonlarni ko'rdi. Bu ikki sapdil odamning qonlari bir-biriga aralashib ketgan edi. Noyabr oyiga kelganda tek pog'lari yalang'ochlandi. Ko'zining sovuqini yeb sharbatlangan deb qoldirilgan soyvi uzumlarmi uzilib bo'ldi. Chunjilardagi uzumlarmi kishmishga aylanib, xamonlarda chash bo'ldi. Hamdul buvayning kishmish chashlari atrofida o'ltirib, po'kan tanlayotgan buvay momaylar o'tgan kechgan ishlar ustida so'zlashganda, Hamdul buvay oilasi to'g'risida buni yangi xabarlarni deyishdi. Rusul heliqi ilm jaduning odamlari bilan qo'lga ilingan. Bu xabarni anglab, Hamdul buvay o'rin tutib yetib qolgan. Bugun atdigan jamoat yo'qlig'iga kirganda buvay ko'zini oralla ochalgan. Zarifxon texi yengla doktordan chiqqaniga qaramay, buvayning yanida sakpara bo'lib yuribdi. Butun etiz eriqishi Niyoz Ko'say bilan Saydullahga qapti. Rusulning o'g'li Obul da'vo qilib yurib, o'yidan bulab ketilgan gilamlardan 6 partisini tirildiryapti. Salima bir muallim bilan to'y qilmoqchikan, Hamdul buvayning holiga qarab to'y vaqtini keyniga suribdi. Hamdul buvay Rusulning uyiga o't qo'yitish uchun lampiga o't yiqitgan Niyoz Ko'say chapini bilan urib yurib o'tni oralda o'chiryapti. Hamdul buvayning qurigan uzumi 3 tonna 800 kilo chiqibdikan, 3 tonnasini biroqla hukumatga setib beribdi. Hamdul buvayning paxtasi birlik mahsulot Gongshi bo'yicha birinchi bo'lib 400 yuan naqd pul, 40 kilo yog' mukofot oldi. Kak saqal qapığı sangılab turadigan bir buvay bir tal ketishmagan uzumni og'ziga kap qilib soldi-da, "Oy, ashu 400 koy mukofotni Niyoz Ko'sayga berib o'tibdi-dak deydi. Rostmidi?" deb so'radi. "Qo'li uchiq odam, bersimi bergandi. Niyoz Ko'say tayyor bo'ldi-da. Hamdul akaning durust, yer hukumatning bo'lgandikin mahsulot emgak bilan bo'ladigan gap. Niyoz Ko'say emgak qilgandikin tang oladi-da. Hey, hisobladingmi? Uning oylik ish haqi 1000 koydan ishib ketibdi deyman. Bu tayyor non bo'lmay nima?" "Rost tayyor non, chaynab qo'ygan non. Sening nimaga ishing aytishib ketdi og'ina? Atang o'g'il deb topgandikin senmi ishla, tap." "Hey, haq ish bo'lsin davatiman. Sen nimaga yoqamga yomizsan? Qo'sig'ingni kang tut deyman."
Şu çağda Hamdul buvayning xaminiga Mazin Axun yetib keldi. U hafızlık qılatdi. Ovozi qayg'uliq edi. Buvay mo'maylar uningga qarashdi. Buvay beshidagi kir sallisini tuzashtirib qo'yib, oqirib ketgan maslik putlarini sal egib, bir qo'lini uzun oq ko'ynak yaqasidan ko'rinib turgan yumluq maydisiga qo'ydi-da, yana bir qo'lini egiz ko'tarib she'r o'qidi. Bala deb putdi ovozim, balam kelmay bala keldi. Yeşim töktüm, beğir yaktım, balamdın şunu da keldi. Günahim çık amalim yok, direklep dadıha keldi. Dedi Hamdul közüde yaş, balam derden bekmu har keldi. Qayan kettinglar sirdaşla, mani men deb hasa keldi. İçip quchog'ini kengri, seriq tuproq mazar keldi. Hey cemaat, bugün peyshanba, ati juma. Әтті біздің Hamdullam Xudoning amri bilan Panidin Baqiga safar qiladi.